Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobidan darslarimizni davom etkazamiz. 3-mavzu 4 amalga doir sodda masalalar. 4 amal degani o'zi bu qo'shish, ayirish va ko'paytirish bo'lish amallari. Ya'ni matematikada 4 amal bor, shular haqida gapirilyapti. Hop, qo'shish va ayirish amali kuchlari teng bo'lgan amal hisoblanadi. Qaysi biri birinchi kelsa, birinchi shunisini ishlaymiz. Hop, misollar yordamida ko'radigan bo'lsak, 6 qo'shaman 5 ayriyman 8. Hop, 6 ga 5 ni qo'shsak, har doim misol ishlayotganimizda chap tomondan o'ng tomonga qarab ishlanadi. 6 ga 5 ni qo'shsak 11, 11 dan 8 ni ayirsak 3 chiqadi. Endi ayirish birinchi kelsa nima bo'ladi? 10 dan mana 8 ni ayirib, unga qo'shishimiz kerak 9 ni. Birinchi qo'shish amali ishlanmaydi, chunki qo'shish bilan ayirishni kuchlari teng bo'lgan amal dedik. Qaysi biri birinchi kelsa, shunisi ishlanadi. 10 dan 8 ni ayirsak 2, 2 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 11 bo'lar ekan. Ko'paytirish va bo'lish amali ham xuddi shunaqa kuchlari teng bo'lgan amal. Demak, 6 ko'paytiraman 5, bo'lishim kerak 3 ga. 6 dan 5 ga ko'paytirsam 30, 3 ga bo'ladigan bo'lsam 10 chiqadi. Ko'paytirish bo'lish amalida ham chap tomondan o'ng tomonga qarab ishlanadi misollarimiz har doim. Endi 10 ni 5 ga bo'lib turib 8 ga ko'paytirsakchi, birinchi navbatda bu yerda ham bo'lish amali ishlanadi. Chunki misolni chap tomondan o'ng tomonga qarab ishlaymiz. Har doim ko'paytirish amali birinchi ishlanmaydi. Qaysi biri birinchi kelsa, birinchi shunisi ishlanadi. 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 2, 2 ni 8 ga ko'paytirsak 16. Faqatgina qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallari birgalikda kelganda birinchi ko'paytirish va bo'lish amali ishlab olinadi. Misol uchun 6 qo'shamiz, 3 ko'paytirilgan 8 ayrilgan 4 bo'ldi deylik. Birinchi navbatda 6 ham turib turadi, 3 ni 8 ga ko'paytirib olamiz. 3 ni 8 ga ko'paytirsak 24 bo'ladi. Keyin ayrilgan 4 bo'ladi. Endi 6 ga 24 ni qo'shsak 30, 30 dan yana 4 ni ayiradigan bo'lsak 26. Endi kitobda berilgan masalalarimizga o'tadigan bo'lsak, birinchi masala. Uy tomiga 35 ta kabutar kelib qo'ndi. Birozdan keyin ulardan 15 tasi uchib ketdi. Shundan so'ng yana 10 ta kabutar uchib keldi. Natijada tomdagi kabutarlar nechta bo'ldi? Xo'p, biz kelganlarni qo'shamiz hammasini va ketganlarni ayiramiz. Keldi 35 ta. 35 ta. Xo'p, ketdi birozdan keyin, ketdi 15 ta. 15 ta. Xo'p, undan keyin yana kelyapti. Keldi 10 ta. Hozir uyimizni tomida nechta kabutar bo'ldi? Kelganlarni qo'shamiz 35, ketdi ayrimiz 15, yana keldi 10 dona qo'shamiz. Xo'p, demak 35 ta bor edi tomimizda, 15 tasi uchib ketdi, 20 ta qoladi. 20 ga 10 ni qo'shsak 30. Hozir uyimizni tomida hammasi bo'lib 30 dona kabutar turibdi. Ikkinchi masala. Idishda 16 ta olma bor edi. Ulardan 9 tasi yeyildi. Shundan so'ng idishda nechta olma qo'yilganda, idishga nechta olma qo'ysak, undagi olmalar soni 20 ta bo'ladi. Hop, qisqa sharti 16 ta olma bor edi. 9 tasini yedik. Nechta olib kelib qo'ysak, 20 ta bo'ladi. Hop, demak, bor hozir mana bizda bor 16 ta. Keyin yedim. Nechta yedim? 9 ta yedim. 9 ta. Hozir menda nechta qoldi? 16 dan 9 dan ayiramiz. 7 ta qoldi. 7 ta qoldi. Nechta olib kelib qo'ysam 20 ta bo'ladi? Hozir qoldi mana 7 ta. 20 tadan hozir menda 7 ta qolganligi uchun 7 tani ayirib yuborsam nechta olib kelishim kelib chiqadi? 20 dan 7 tani ayirsam 13. 13 ta olib kelishim kerak. Olib kelishim kerak. Demak, jami 13 ta olib kelsam hozir men yeganimdan tashqari. Hop, shunda 20 ta olma bo'lar ekan idishimizda.
Hop, uchinchi masalada 72 ta daftar sinf o'quvchilariga ikkitadan tarqatildi. Daftar ortib qolmadi hamda barcha o'quvchilarga yetarli bo'ldi. Sinfda nechta o'quvchi bor? Demak, daftarlarimiz 72 ta, uni har bitta bolaga ikkitadan qilib tarqatyapmiz. Shuning uchun 72 ni 2 ga bo'lamiz, 36 chiqadi. 36 ta o'quvchi bor ekan sinfimizda. 36 ta o'quvchi bor. 4-masala, birinchi xirmonda 48 qop, ikkinchisida esa 36 qop sholi bor. Ikkala xirmondagi sholi ikkita yuk mashinasiga tengdan qilib ortildi. Shunda necha qopdan sholi ortilgan har bir mashinaga? Demak, birinchi xirmonda va ikkinchi xirmonda. Birinchi xirmonda 48 qop, ikkinchi xirmonda esa 36 qop. Jami necha qop sholi bo'lyapti? Qo'shib oladigan bo'lsak, 48 ga 36 ni qo'shsak, 8 ga oldimiz 14, to'g'rini yozamiz bir tilda. Jami demak 84 qop sholi bo'lyapti. Endi uni ikkita yuk mashinasiga teng bo'lish kerak. 84 ni 2 ga bo'lamiz. 8 ni ichida ikkitalidan 4 ta bor, 4 ni ichida esa 2 ta bor. 42 qopdan yuklanibdi har bir mashinaga. 42 qopdan. Ikkinchi masala, birinchi do'konga 50 kilogramm, ikkinchisiga esa undan 15 kilogramm kam go'sht keltirildi. Ikkinchi do'konga necha kilogramm go'sht keltirilgan? Demak, birinchisiga 50 kilogramm, ikkinchisiga undan 15 kilogramm kam keltirildi. Yozib olamiz. Birinchi do'konga 50 kilogramm. Ikkinchi do'konga esa ikkinchi do'kon 15 kilogramm kam. Kimdan kam desa, mana strelka bilan tepadagi birinchi do'kondagidan kam ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Endi bizdan ikkinchi do'kon so'ragan. Ikkinchi do'kon topish uchun birinchi do'kondagi go'shtdan 15 kilogramm ayirib qo'yamiz. 50 ni 15 dan ayiradigan bo'lsak 35 chiqadi. Demak, ikkinchi do'konda 35 kilogramm go'sht keltirilgan ekan. Oltinchi masala, Nigora do'kondan 8 ta chiziqli daftar va undan 5 ta ko'p katakli daftar sotib oldi. Nigora hammasi bo'lib nechta daftar sotib oldi? Xo'p, chiziqli deganimiz bu ona tili daftar deb tushunamiz. Katakli deganimiz matematika daftari deb tushunamiz. Demak, chiziqlidan 8 ta sotib oldi. Kataklidan esa undan 5 ta ko'p. Katakli 5 ta ko'p deb yozamiz va shunda savol beramiz. Kimdan ko'p desak, mana bu chiziqlidan 5 dona ko'pligini aytyapti. Endi katakliyimiz nechtaligini topib olishimiz kerak. Biz hammasini topish uchun buning uchun 8 ga 5 ni qo'shamiz. 8 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 13 bo'ladi. 13 ta katakli daftar sotib oldik. Hammasi bo'lib qancha sotib oldik desa, 8 qo'shamiz 13. 8 ga 13 qo'shsak 21. Hammasi bo'lib 21 ta daftar sotib oldik. Ya'ni katakli va nimalar birgalikda. Chiziqli daftarlar birgalikda 21 ta bo'ldi. 7-masala, Gulzordan Shahnoza 7 ta. Dilnoza undan 3 marta ko'p gul uzdi. Gulzordan hammasi bo'lib nechta gul uzildi deyapti. Xo'p, demak Shahnoza 7 ta. Shahnoza 7 ta. Dilnoza 3 marta ko'p. Marta desa ko'paytiramiz. Agar 3 ta ko'p deganda qo'shardik. 3 marta mana ko'p. 3 marta ko'p. Kimdan ko'p desa, Shahnozadan ko'p. Demak, Dilnoza 7 ni 3 ga ko'paytiramiz. 7 ni 3 ga ko'paytirsak
21. Jami 21 ta gul uzibdi Dilnoza. Endi ular hammasi bo'lib qancha uzdi deganlik uchun yana 7 ga 21 ni qo'shamiz. 7 ga 21 ni qo'shsak 28. Ular demak hammasi bo'lib Gulzordan 28 ta gul uzishgan ekan. 8-masala. Ashraf birinchi kuni kitobni 27 betini o'qidi. U ikkinchi kuni birinchi kungidan 3 marta kam o'qigan bo'lsa, shu 2 kun davomida kitobni necha betini o'qigan? Demak, birinchi kuni jami 27 bet o'qibdi, 27 bet. Ikkinchi kuni esa undan 3 marta kam ekan. Ikkinchi kuni 3 marta kam. Demak, 3 marta kam. Marta desa yoki ko'paytiramiz ekan, yoki bo'lamiz ekan. Endi u qachon ko'paytiramiz desa, 3 marta ko'p desa ko'paytiramiz, 3 marta kam desa bo'lamiz. Demak, ikkinchi kuni u 27 bo'lingan 3. 27 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 9 bet kitob o'qibdi ikkinchi kuni. Jami qancha o'qidi desa, 27 qo'shamiz 9. 27 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 36. Jami u 2 kun davomida 36 bet kitob o'qidi. 9-masalamiz. Do'konda 4 quti chinni idishlar sotib olindi. Har bir qutida bitta choynak va 6 ta piyola bor. Jami nechta idish sotib olingan? Demak, bitta qutida mana bitta qutida mana jami bitta choynak va 6 ta piyola bor. Demak, 7 ta idish bor ekan bitta qutida. Bunaqa qutidan bizda 4 ta quti bor deyapti. 4 ta quti. 4 ta quti bo'lsa, 7 ni 4 ga ko'paytiramiz. Jami 28 ta idish sotib olibmiz do'kondan. 28 ta idish. 10-masala. Bitta qatordan 4 qop, ikkinchisidan esa 5 qop lavlagi olindi. Bir qop lavlagining og'irligi 20 kilogramm bo'lsa, jami necha kilogramm lavlagi olingan? Birinchi qatordan demak 4 qop lavlagi olibmiz. 4 qop. Ikkinchi qatordan esa 5 qop lavlagi olibmiz. Ikkinchi qator. Undan 5 qop lavlagi olibmiz. Xo'p, jami necha qop lavlagi oldik desa, mana jami 4 qo'shilgan 5. 4 ga 5 ni qo'shsak 9. Jami 9 qop lavlagi olibmiz. Endi har biri 20 kilogrammdan bo'lganligi uchun 9 ni ko'paytiramiz 20 ga. 0 turib turadi. 9 kere 2 18, orqasiga 0 ni olib qo'yamiz. Jami 180 kilogramm lavlagi yig'ib olibmiz. 11-masala. Dilbar kuniga 6 sahifadan kitob o'qiydi. U yangi kitobni 14 kun o'qiganidan keyin kitobni 12 sahifasi qoldi. Kitob necha sahifadan iborat? Kuniga 6 betdan o'qiydigan, demak 14 kun o'qigan ekan, demak 6 ni 14 ga ko'paytiramiz. Va yana o'qish kerak 12 bet. Mana bu o'qib bo'lgani 6 ko'paytirilgan 14, o'qish kerak bo'lgani 12 bet. Demak, 6 ni 14 ga ko'paytiramiz. 6 kere 4 24, 4 ni yozamiz ikkisi tilda. 6 kere 1 6, ikkisi bilan 84. Unga endi 12 ni qo'shsak, jami kitob necha betdan iboratligi kelib chiqadi. 84 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak, 96. Kitob 96 bet ekan. 12-masala. 12-masalada do'konga 5 ta o'ramda jami 90 metr atlas keltirildi. Agar kechgacha atlas ulardan 3 ta o'rami sotilgan bo'lsa, necha metr atlas sotilgan deyapti. Xo'p, demak 5 ta o'ramda jami 90 metr ekan. 5 o'ramimiz mana 90 metr ekan. Unda bir o'ramimiz nima bo'ladi? Bir o'ramimiz 90 ni bo'lamiz 5 ga.
Chunki 5 ta o'ramimiz 90 bo'lganligi uchun bitta o'ramni topish uchun 90 ni 5 ga bo'lib yuboramiz. 90 ni 5 ga bo'lsak, 9 ni ichida 5 talikdan bitta bor, 4 qoladi. 40 ni ichida 8 ta bor, 18 metrdan ekan bitta o'ramimiz. Endi bunaqadan 3 ta sotildi deyapti kechgacha. 18 ni 3 ga ko'paytiramiz. 8 kara 3 24. To'g'rini yozamiz ikkisi tilda. 3 kara 1 3, ikkisi bilan 5 bo'lib 54 metr atlas sotilibdi. O'n uchinchi masala. Birinchi uskuna 1 minutda 17 ta. Ikkinchi uskuna esa 1 minutda 19 ta detalga ishlov beradi. Birinchi uskuna 13 minut va ikkinchi uskuna esa 15 minut ishladi. Ular jami nechta detalga ishlov beradi deyapti. Xo'p, demak, birinchi uskuna 1 minutda 17 ta. Ikkinchi uskuna esa 1 minutda 19 ta detalga ishlov berar ekan. Endi birinchi uskunamiz 13 minut ishladi. 13 minut. Xo'p, ikkinchi uskunamiz esa 15 minut ishladi. 17 ni 13 ga ko'paytirsak, hop, birinchi uskuna jami nechta ishlab chiqargani kelib chiqadi. 17 ko'paytirilgan 13. Ko'paytiramiz. 7 kara 3 21, birini yozamiz ikkisi tilda. 3 kara 1 3, tildagi bilan 5 51. 1 kara 7 7, 1 kara 1 1. Endi qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak 1, 5 ga 7 ni qo'shsak 12, ikkisini yozamiz bir tilda. 220 bitta ishlab chiqaribdi, ya'ni ishlov beribdi birinchi uskuna. Ikkinchi uskunamiz qanaqa bo'ladi endi desak, 19 ni 15 ga ko'paytiramiz. 19 ko'paytirilgan 15. 9 kara 5 45, 5 ni yozamiz to'g'ri tilda. 5 kara 1 5, tildagi bilan 9 95. Endi 19 bo'ladi. Ularni qo'shadigan bo'lsak 5, 9 ga 9 18, bir tilda 285 ta. Endi ular jami nechta detalga ishlov berdi desa, hop, 221 ga qo'shib qo'yamiz 285 ni. 5 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 6, 8 ga 2 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozamiz bir tilda. 506 chiqdi. 506 ta detalga ishlov berishgan ekan. 14-masala. Bog'ning har bir qatorida 16 tadan daraxt bor. Ulardan 12 tasi gilos, qolganlari esa olxo'ri daraxti. Agar shunday qatorlardan 10 ta bo'lsa, olxo'ri daraxtlari sonini toping deyapti. Xo'p, demak, bitta qatorimizda bor ekan, hozir bizda bitta qatorda jami 16 ta daraxt bor ekan, 16 ta. Endi uni nechtasidir gilos va nechtasidir olxo'ri deyapti. Aytayaptiki, gilos 12 ta deyapti. Gilos 12 ta bo'lsa, olxo'rini topib olamiz. Olxo'ri qanaqa topiladi? Jami 16 ta bo'lsa, endi undan 12 tasi gilos bo'lsa, olxo'rini topish uchun 16 dan 12 ni ayiramiz. Olxo'ri demak 16 ayrilgan 12. 16 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 4. Demak, olxo'rlar bitta qatorda 4 ta ekan. Endi shunaqa qatordan bizda 10 ta bo'lsa deyapti. 4 da hop 10 ga ko'paytiramiz. 4 ni 10 ga ko'paytirsak 4 kara 10 imiz 40. Demak, bizda bog'imizda 40 ta olxo'ri bor ekan. Olxo'ri. O'n beshinchi masala. 3 ta bankali salat tayyorlash uchun 48 dona pomidorni tuzlash kerak. Xuddi shunday, yana 5 ta bankali salat tayyorlash uchun nechta pomidor tuzlash kerak deyapti. Demak, 3 bankaga, mana 3 banka 48 ta ketibdi. 48 ta.
Hop, bizdan 5 bankasini so'rayapti. 5 banka. 5 bankaga nechta kerak bo'ladi, deyapti. Demak, 3 bankasiga 48 ta ketgan bo'lsa, biz bitta bankaga qancha ketishini topishimiz mumkin. Buning uchun 48 ni bo'lamiz 3 ga. 48 ni 3 ga bo'lsak, 16. Demak, bitta bankaga 16 tadan pomidor ketgan ekan. 5 ta bankaga endi shu 16 ni 5 ga ko'paytiramiz. 16 ni 5 ga ko'paytirsak, 80 bo'ladi. Demak, 5 ta banka uchun bizga yana 80 ta pomidor kerak ekan. 16-masala. Abror tokzordan 2 xil navli uzum terib oldi. Birinchi navli uzumlarni 3 ta savatga, ikkinchi navli uzumlarni esa 2 ta yashikka joyladi. Agar har bir savatdagi uzumlar 6 kilogramdan, har bir yashikdagi uzumlar esa 8 kilogramdan og'irlikka ega bo'lsa, Abror tokzordan hammasi bo'lib necha kilogram uzum terib olgan, deyapti. Xo'p, demak, ahamiyat beramiz. 3 ta savat. 3 ta savatda teribdi va 2 ta yashikda teribdi. 2 ta yashik. Agar, deyapti, har bir savatdagi uzumlar 6 kilogramdan bo'lsa, 6 kilogramdan, yashikdagilar esa 8 kilogramdan bo'lsa, jami necha kilogram tergan? 3 ni 6 ga ko'paytiramiz, 18 kilogram chiqadi. Hop, 2 ni 8 ga ko'paytiramiz, 16 chiqadi jami. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 18 ga 16 ni qo'shsak, 34 kilogram uzum terib olibdi u bog'dan, jami 34 kilogram. 17-masala. Maktab bog'idan birinchi tupdan terilgan 96 kilogram olma 8 ta yashikka solindi. Demak, 96 ta olmamiz 8 ta yashikka sig'ibdi, 96 kilogramimiz. Ikkinchi tupdan terilgan xuddi shunday 6 ta yashikka joylandi. Demak, ikkinchi tupdan qancha kilogram terilganini aytmayapti, lekin 6 ta yashikka joylandi, deyapti. Ikkinchi tupdan necha kilogram olma terilgan? Demak, birinchi tupdan terilgani birinchi tup. Birinchi tupimiz jami 96 kilogram chiqibdi va uni 8 kilogramli yashiklarga bo'libmiz. 8 kilogramlik yashiklarga bo'libmiz. Yashik. Demak, biz bitta yashikka qanchadan chiqqanini topish uchun 96 ni bo'lamiz 8 ga. 9 ni ichida bitta bor, 1 qoladi, 16 ni ichida 2 ta bor. Demak, har bir yashigimizga 12 kilogramdan chiqqan ekan. Endi ikkinchi tupdagi olmalarni xuddi shunaqa 6 ta yashikka joylabmiz. Ular demak sig'ibdi. Demak, 6 ni 12 ga ko'paytiramiz. 6 kere 2 12, birini ikkisini yozamiz bir tilda. 6 kere 1 6, demak 72 kilogram olma terilgan ekan ikkinchi tupdan. 18-masala. Nazira 1000 so'mga do'kondan 2 ta ruchka va 2 ta daftar oldi. Agar bitta ruchkaning narxi 200 so'm bo'lsa, bitta daftarning narxi necha so'm? Demak, qarang, 1000 so'mga 2 ta ruchka va 2 ta daftar sotib oldi. Bitta ruchkaning narxi 200 so'm bo'lsa, bitta daftarning narxini topishimiz kerak. 1000 so'mga biz 2 ta ruchka va 2 ta daftar sotib olibmiz. Demak, biz hammasini 2 ga bo'lib yuborsak hozir, 1000 ni 2 ga bo'lsangiz 500 so'm chiqadi. 2 ta daftar emas, endi 2 ta ruchka emas, bittadan ruchka plus bittadan daftar bo'lib qoladi. Shular mana 500 so'mga teng bo'ldi. Endi bitta ruchkaning narxi 200 so'm bo'lsa, daftarning narxini toping deyapti. Ruchkani o'rniga 200 so'mni olib kelib qo'ysak, daftarning narxi 300 so'm bo'ladi. On 19-masala.
Qopda 48 kilogramm sabzi bor edi. Qopdan 4 kun davomida bir xil og'irlikdagi sabzilar olingandan keyin unda 32 kilogramm sabzi qoldi. Har kuni qopdan necha kilogrammdan sabzi olingan? Demak, bor edi, mana bor. Bor qancha? 48 kilogramm. Endi u qopdan olinyapti. Bilmaymiz qanchadanligini, lekin qoldi. Oxirida qoldi 32 kilogramm. Necha kun oldik? 4 kun oldik. Demak, 4 kunda jami qancha kilogramm oldik? 48 dan 32 ni ayirsak 16 kilogramm. 4 kunda jami 16 kilogramm ishlatibmiz. Demak, har kuni qanchadan olgan bo'lamiz desa, 16 ni 4 ga bo'lamiz. Har kuni 4 kilogrammdan olgan bo'lamiz. 20-masala. Hakam do'kondan kartoshka, piyoz va sabzi sotib oldi. U 6 kilogramm kartoshka, kartoshkadan 3 kilogramm kam piyoz, piyozdan 7 kilogramm ko'p sabzi sotib oldi. Hakam jami necha kilogramm sabzavot sotib olgan? Xo'p, demak, kartoshka yozib olamiz. Kartoshka 6 kilogramm sotib oldi. Xo'p, sabzi hamda piyoz sotib oldi. Endi piyoz aytayaptiki, piyoz kartoshkadan 3 kilogramm kam ekan. 3 kilogramm kam. Kimdan kam desak, o'zi aytayapti kartoshkadan deb ko'rsatyapti. Demak, endi piyozni topib oladigan bo'lsak, 6 ayrilgan 3 bo'lib turib, 3 kilogramm ekan piyozimiz. Endi sabzi deyapti. Sabzi esa piyozdan 7 kilogramm ko'p ekan. 7 kilogramm ko'p. Kimdan ko'p desak, aytayaptiki, piyozdan deyapti. Mana, demak, sabzini topish uchun 3 ga qo'shamiz. 7 ni 3 ga 7 ni qo'shsak 10. Demak, 10 kilogramm sabzi sotib olgan ekan. Endi hammasi bo'lib qancha bo'ldi desa, 6 kilogramm qo'shamiz 3 kilogramm qo'shamiz 10 kilogramm. Jami demak 19 kilogramm sabzavot sotib olibdi. 21-masala. Azizada 18 ta, Diloromda esa undan 7 ta ortiq. Nodirada esa Diloromdagidan 12 ta ko'p daftar bor. Nodirada nechta daftar borligini aniqlang. Demak, Azizada mana Azizada 18 ta. Diloromda undan 7 ta ortiq. Dilorom. Xo'p. Azizadagidan 7 ta ortiq, 7 ta ko'p degani demak. 7 ta ko'p. Kimdan ko'p? Mana bu Azizadan ko'p. Demak, uni topadigan bo'lsak, 18 ga 7 ni qo'shamiz. 18 ga 7 ni qo'shsak 25. Demak, Diloromda 25 ta daftar bor ekan. Endi Nodirada esa Diloromdagidan 12 ta ko'p ekan. Nodira 12 ta ko'p. Kimdan ko'p? Diloromdagidan ko'p. Demak, Diloromdagidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, Diloromda hozir 25 ta, unga biz 12 ni qo'shamiz. 25 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak 37. Demak, Azizada 37 ta daftar bor ekan. Nodirada, Nodirada 37 ta. Diloromda esa 25 ta, Azizada 18 ta daftar bor. 22-masala. Yo'l qurilishiga birinchi kuni 620 tonna, ikkinchi kuni birinchi kungidan 197 tonna kam, uchinchi kuni esa ikkinchi kungidan 86 tonna kam qum keltirildi. Uchinchi kuni necha tonna qum keltirilgan? Demak, yozib olishimiz kerak ekan. Birinchi kuni jami 620 tonna qum keltirilibdi. Ikkinchi kuni esa undan deyapti 97 tonna kam. 197 tonna kam ekan. Demak, ikkinchi kuni birinchi kungidan 197 tonna
kam. Ve ikkinchi kungini topib olish uchun biz 620 dan ayiramiz 197 ni. Xo'p, bir qarz olib beramiz. Bir qarz olib bersak 10 bo'ladi. 10 dan 7 ni ayirsak 3. Bu yerda hozir 1 qolgan. Bir qarz olib bersak 11, 11 dan 9 dan ayirsak 2 bo'ladi. Bu yerda 5 qolgan. Demak, ikkinchi kuni 423 tonna qum keltirilgan ekan. Uchinchi kuni esa ikkinchi kungidan 86 tonna kam. Kimdan kam desa, mana bu ikkinchi kungidan kam. Demak, shu 423 dan ayiramiz 86 ni. Ayiradigan bo'lsak, bir qarz olib beramiz. Yana 13 dan 6 ni ayirsak 7. Bu yerda 1 qoldi. Bir qarz olib bersak 11 bo'ladi. 11 dan 8 ni ayirsak 3. Bu yerda 3 qolgan. 337 tonna qum keltirilgan ekan. Demak, 3-kuni 337 tonna qum keltirilgan. 23-masala. Fabrikada birinchi kuni 450 kilogramm shokolad tayyorlandi. Ikkinchi kuni birinchi kungidan 120 kilogramm ko'p. Uchinchi kuni esa ikkinchi kungidan 30 kilogramm kam shokolad tayyorlandi. Fabrikada 3 kun davomida qancha shokolad tayyorlandi? Demak, birinchi kuni 450 kilogramm. Ikkinchi kuni birinchi kungidan 120 kilogramm ko'p. Ikkinchi kuni 120 kilogramm ko'p. Kimdan ko'p? Demak, birinchi kungidan ko'p ekan. Xo'p, uchinchi kuni esa deyapti, mana uchinchi kuni ikkinchi kungidan 30 kam. 30 kilogramm kam. Ikkinchi kungidan. Demak, ikkinchi kungini topishimiz kerak. 450 qo'shamiz 120. 120 kilogramm ko'pligi uchun 570 kilogramm chiqar ekan. 570 kilogramm ikkinchi kuni ishlab chiqarildi. Uchinchi kuni endi mana shu 570 kilogrammdan 30 kilo kam chiqibdi. 570 ayrilgan 30. 540 kilogramm ishlab chiqarildi. Jami 3 kunda deganligi uchun 450 qo'shamiz 570 qo'shamiz 520. Hammasini ustunli yozib oldim. Birato'la qo'shamiz. 0 bo'ldi oxiri. Hop, 5 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 12, 12 ga 2 ni qo'shsak 14. To'g'rini yozamiz bir tilda. 5 ga 5 ni qo'shsak 10, 14, dildagi bilan 15. Korxonada demak 3 kun davomida 1540 kilogramm shokolad ishlab chiqarildi. 24-masala. Farida birinchi kuni 32 bet kitob o'qidi. Ikkinchi kuni birinchi kungidan 3 marta ko'p. Uchinchi kuni esa ikkinchi kungidan 10 bet ko'p kitob o'qidi. Farida shu 3 kun davomida jami necha bet kitob o'qigan deyapti. Demak, birinchi kuni 32 bet. Ikkinchi kuni birinchi kungidan 3 marta ko'p. Ikkinchi kuni 3 marta ko'p o'qibdi. Demak, birinchi kungidan 32 ni ko'paytiramiz 3 ga. Ko'paytirsak 96. Ikkinchi kuni 96 bet o'qibdi. Endi uchinchi kuni esa ikkinchi kungidan 10 bet ko'p kitob o'qidi. Uchinchi kuni 10 bet ko'p. Kimdan ko'p desak, mana bu ikkinchi kundan ko'p ekan. Ikkinchi kuni bizda 96 chiqqan. 96 ga shunday 10 ni qo'shamiz. 106. Demak, uchinchi kuni u 106 bet o'qigan. Hammasi bo'lib endi 3 kunda qancha o'qidi dedi. Demak, 32 qo'shamiz 96 qo'shamiz 106. 6 ga 6 12, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 14, to'g'rini yozamiz bir tilda. Dildagi 1 ni 9 ga qo'shib olsak 10 bo'ladi. 3 bilan 13 bo'ladi. 3 ni yozamiz yana bir tilda. Demak, jami 3 kunda u 234 bet o'qigan ekan.
25 masala. Sayohatchi birinchi kuni 12 kilometr yo'l yurdi. U ikkinchi kuni birinchi kungidan 2 marta ko'p. Uchinchi kuni esa birinchi kungidan 3 marta kam yo'l yurdi. Sayohatchi 3 kunda jami qancha yo'l masofa yurgan? Demak, birinchi kuni 12 kilometr. Ikkinchi kuni birinchi kungidan 2 marta ko'p. Ikkinchi kuni 2 marta ko'p. Demak, birinchi kungidan 2 marta ko'p ekan. Uchinchi kuni esa deyapti. Uchinchi kuni birinchi kungidan 3 marta kam. 3 marta kam. Kimdan kam desa, mana bu birinchi kungidan kam ekanligini ko'rsatyapti. Demak, ikkinchi kungini topamiz biz. Ikkinchi kungini topish uchun 12 ni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki 2 marta ko'p dedi. 12 ni 2 ga ko'paytirsak 24 kilometr. Ikkinchi kuni 24 kilometr yuribdi. Uchinchi kuni esa birinchi kungidan 3 marta kam. 12 ni 3 ga bo'lamiz. 12 ni 3 ga bo'lsak 4 kilometr. Endi u jami qancha yurdi deganlik uchun birinchi kungini ham olib kelib qo'shamiz. 12 ni ham hammasini qo'shamiz mana shu yerda. Hop. 12 ga 4 qo'shib olsak 16, 16 ga endi 24 qo'shadigan bo'lsak 40 bo'lar ekan. Jami u 3 kun davomida 40 kilometr yo'l yurdi. Ustunlik qo'shib qo'ydik. 26-masala. Velosipedchilar birinchi kuni 154 kilometr, ikkinchi kuni birinchi kungidan 2 marta kam va uchinchi kuni esa ikkinchi kundan 13 kilometr kam masofa bosib o'tdilar. Ular 3 kunda jami qancha masofa bosib o'tgan deyapti. Xo'p. Demak, birinchi kuni 154 kilometr. Birinchi kuni 154 kilometr yo'l bosishibdi. Ikkinchi kuni birinchi kundan 2 marta kam. Ikkinchi kuni 2 marta kam. Birinchi kungidan demak 2 marta kam ekan. Uchinchi kuni esa ikkinchi kundan 13 kilometr kam. Uchinchi kuni 13 kilometr kam. Kimdan kam desak, ikkinchi kungidan kam deb aytyapti. Demak, biz ikkinchi kungini topib olamiz birinchi. 154 ni 2 ga bo'lamiz. Chunki 2 marta kam dedi. 154 bo'lingan 2. Xo'p, 15 ni ichida 7 ta bor. 14 ichida yana 7 ta bor. 77 kilometr yurishdi ikkinchi kuni. Uchinchi kuni esa shu 77 dan 13 ni ayiramiz. 13 kam ekan. Hop, ayirsak 64 kilometr yo'l yurishibdi. Jami 3 kunda deganlik uchun 154 qo'shamiz 77 qo'shamiz 64. Qo'shadigan bo'lsak 4 ga 4 qo'shib olsam 8, 8 ga 7 ni qo'shsam 15, 5 ni yozamiz bir tilda. Hop, 6 ga 7 ni qo'shsak 13, 13 ga 5 ni qo'shsak 18, tildagi 1 bilan 19 bo'ldi. 9 ni yozamiz yana bir tilda. 1 ga o'sha tildagi 1 ni qo'shsak 2. Jami ular 2 kunda 295 kilometr yo'l yurishibdi. 295 kilometr. Jami 3 kunda demak 295 kilometr yo'l yurishgan. 27-masala. Diyora Nargizadan 7 yosh katta, Malikadan esa 3 marta kichik. Agar Nargiza 5 yoshda bo'lsa, Malika necha yoshda? Hop, yozib olishimiz kerak buni ham. Diyora Nargiza deb Diyora Nargiza va Malika. Xo'p, bizda oxirida aytayaptiki, agar Nargiza 5 yoshda bo'lsa deyapti. Nargizani yozib olamiz. Nargiza 5 yosh. Diyora Nargizadan 7 yosh katta.
Mana 7 yosh deymiz. Katta. Kimdan katta desak, aytyaptiki, Nargizadan deyapti. Ham Nargizadan 7 yosh katta bo'lsa, 5 qo'shilgan 7. Diyoraning yoshi demak 12 yoshda ekan. Xo'p, Malikadan esa 3 marta kichik. Kim kichik? Diyora haqida gap ketayotganda, Diyora Nargizadan 7 yosh katta. Malikadan esa 3 marta kichik. Malika esa 3 marta katta bo'ladi, shuning uchun 3 marta katta. Kimdan katta? Xo'p, boshida Diyora haqida gap ketganda, shuning uchun Diyoradan katta bo'ladi. Diyoraning yoshi 12 da, 12 ni 3 ga ko'paytiramiz. 36. Malika demak 36 yoshda. 28. 24 metr arqon 3 ta joydan teng qirqilsa, har bir bo'lakning uzunligi necha metr bo'ladi? Xo'p, mana shuni arqon deb tasavvur qilaylik. 24 metr bu. Demak, 3 ta joydan teng qirqaylik. 3 ta joydan teng qirqsak, bitta, ikkita, mana 3 ta joydan teng qirqidik. 3 ta joydan qirqganimizda bo'laklar soni 1, 2, 3, 4. 4 ta bo'lak bo'lyapti. Demak, biz 24 metr arqonni hozir 4 bo'lakka bo'ldik. Shuning uchun 24 ni bo'lamiz 4 ga. Har bir arqonning uzunligi 6 metrdan chiqdi. Ko'pchilik xato qiladigan narsa 3 ta joydan qirqildi desa 3 bo'lakka bo'lindi deb tushuniladi. Lekin aslida 3 ta joydan qirqilsa 4 ta bo'lak hosil bo'ladi. Har doim necha marta qirqilgan bo'lsak, shundan bir dona ko'p bo'lak hosil bo'ladi. 29-masala. Yuk mashinasiga jami 720 kilogramm bo'lgan 8 qop kartoshka va 6 qop sabzi ortildi. Kartoshka solingan qoplarning har biri 60 kilogrammdan bo'lsa, sabzi solingan qoplarning har biri necha kilogrammdan deyapti. Jami bizda bor 720 kilogramm. Jami 720 kilogramm. Endi 8 qop kartoshka va 6 qop sabzi. 8 ta qop kartoshkamiz har biri 8 ko'paytirilgan 60 kilogrammdan. Xo'p, 0 turib turadi. 6 kere 8 48, demak 480 kilogramm kartoshka solingan ekan. Endi sabzi qancha qoladi unda? 480 ni ayiramiz 720 dan. Ayirsak 0, bir qarz olib bersak 12, 12 dan 8 ni ayirsak 4 bo'ladi. Bu yerda 6 qolgan, 6 dan 4 ayirsak 2. Demak, sabzilarimiz 240 kilogramm ekan. Bu sabzining og'irligi. Endi u sabzilarimiz 6 ta qopga solindi. Shuning uchun 240 ni bo'lamiz 6 ga. 24 ichida 4 ta bor. Demak, 40 kilogrammdan ekan sabzini bitta qopining og'irligi 40 kilogrammdan. 30-masala. 3 ta javonda jami 376 ta kitob bor. Birinchi va ikkinchi javonda 186 ta. Ikkinchi va uchinchi javonda esa 277 ta kitob bor. Har bir javonda nechta kitob borligini aniqlang. Xo'p, demak, yozamiz. Birinchi javon qo'shamiz ikkinchi javon va qo'shamiz uchinchi javon. Hammasi bo'lib 376 ta kitob bor ekan. Endi birinchi va ikkinchi javonda esa deyapti mana. Birinchi javon qo'shamiz ikkinchi javon. Ikkalasida 186 ta kitob bor ekan. Demak, birinchi va ikkinchi javonning o'rniga biz 186 qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Hozir biz 376 dan demak 186 ni ayirsak, qarang, faqatgina 3-javondagi kitoblar soni chiqar ekan. Mana tepadan pastga ayirsak, birinchi javon bilan birinchi javon yo'qolib ketadi, ikkinchi javon bilan ikkinchi javon yo'qolib ketadi va bu yoqda 3-javon qoladi. Barobarda u tomonda 376 dan 186 ayriladi. Demak, shunda bizda 3-javon teng bo'ladi 376 dan 186 ni ayirsak, 6 dan 6 ni ayirsak 0, bir qarz olib beramiz. 17 dan 8 ni ayirsak 9,
2 qolgan, 2dan 1 ayirsak, 1. Uchinchi javonda demak 190 ta kitob bor ekan. Va aytdiki, ikkinchi va uchinchi javonda esa 277 ta. Ikkinchi javon va uchinchi javonda birgalikda 277 ta kitob bor ekan. Demak, bizda uchinchi javon aniq. Uchinchi javon 190 ta. Shuni o'rniga 190 ni olib kelib qo'ysak, 277 dan 190 ni ayirsak, ikkinchi javonda og'irligi kelib chiqadi. Ikkinchi javon nechta kitob borligi uzr. 7 tushadi. 17 dan 9 ni ayirsak 8. Demak, ikkinchi javonda 87 ta kitob bor ekan. Endi birinchi javonni topish uchun ikkinchi javon o'rniga mana 87 ni olib kelib qo'yamiz. 87 ni olib o'tib ayiradigan bo'lsak, birinchi javonda 99 ta kitob bor ekan. Mana bundan 87 ni ayirsak 99 chiqadi. Agar 86 bo'lganda 100 qolardi, yana bitta ayirib qo'yamiz. Shuning uchun 99 ta bo'ldi. Demak, birinchi javonda 99 ta, ikkinchi javonda 87 ta, uchinchi javonda esa 190 ta kitob bor ekan. 31-masala. Ikkita duradgor birgalikda ishlab 1456 ta stul yasadi. Birinchi duradgor bir kunda 32 ta, ikkinchi duradgor esa bir kunda 24 ta stul yasaydi. Birinchi duradgor stullarning nechtasini yasagan deyapti. Demak, ikkalasi bir kunda qancha yasaydi? 32 qo'shilgan 24. 32 ga 24 ni qo'shadigan bo'lsak, 56 ta. Ikkalasi bir kunda demak 56 ta yasaydi ekan. Mana shu 1456 tani yasash uchun ularga necha kun kerak bo'ldi? 1456 ni bo'lamiz 56 ga. Xo'p, 145 ta ichida 2 ta bor. 56 ni 2 ga ko'paytirsak 112 bo'ladi. Ayrimiz. Bu yerda 3 qoladi. Bu yerda yana 3 qoldi. 336 ni ichida endi 6 ta bor ekan. 6 kare 6 36. 6 ni yozamiz 3 tilda. 6 kare 5 30, tildagi 3 bilan 33 bo'ldi. Ayirsak 0 chiqdi. Demak, 26 kunda ular birgalikda 1456 ta stul yasashgan ekan. Endi 26 kun vaqt ketibdi. Birinchi duradgor shu paytda nechtasini yasagan bo'ladi, deyapti. Shuning uchun birinchi duradgor 32 tadan yasaydi. 32 ni 26 ga ko'paytiramiz. 6 kare 2 12, biri dilda. 6 kare 3 18, dildagi bilan 19 bo'ldi. 2 kare 2 4, 2 kare 3imiz 6. Shularni qo'shsak, bir kunda birinchi duradgor hammasi bo'lib qancha yasagani kelib chiqadi. 2 dildagi bilan 13 bo'ldi bu yerda. Biri dilda 6 ga 1 ni qo'shsak 7, dildagi bilan 8. 832 tasini birinchi duradgor yasagan ekan. Ikkinchi duradgorni topish uchun 1456 dan 832 ni ayirib qo'yamiz. 32-masala. 32-sida aytayaptiki, doiralarning har biriga 3, 5, 6, 9, 12 sonlarida bittadan shunday joylashtiringki, bunda ikki yo'nalish bo'yicha ham hisoblashning natijasi to'g'ri chiqsin, deyapti. Hop, demak, yuqoridagida qo'shish ayrishli ekan, pastdan ketadigan yo'limizda bo'lish va ko'paytirishdan iborat ekan. Hop, endi bizga shu ko'paytirish joyi kalit bo'ladi. 15 degani qaysi sonlarni ko'paytirsam 15 chiqadi. 15 degani 3 kare 5 degani. Hop, demak biz mana bu sariqqa 5 yozib olsam hozir men, mana bu bo'linmamiz 3 chiqishi kerak. 3 chiqishi uchun 9 yozamiz. 9 ni 3 ga bo'lsak, keyin 3 chiqadi. 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15 bo'ladi. Endi bizda qolyapti. Hozir mana 3 ni ishlatdik. 5 ni ishlatdik. 9 ni ham yozib oldik. 6 bilan 12 qoldi. Endi yashil doiraga 12 qo'yadigan bo'lsam, 9 ga 12 ni qo'shsam 21 bo'ladi. Undan biz 6 ni ayiradigan bo'lsak 15 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri chiqyapti. 33.
Maqsud berilgan jadvalni 1 dan 6 gacha bo'lgan raqamlar bilan to'ldirmoqchi. Bunda jadvaldagi har bir ustun va qatorda 1 dan 6 gacha bo'lgan raqamlar faqat bir martadan uchraydi. Berilgan ma'lumot yordamida jadvalning bo'sh qismiga mos bo'lgan joyda aniqlashimiz kerak ekan. Mana pastdan javob variantlarining ichidan qaysi biri mos kelishini aytishimiz kerak ekan. Hop, buning uchun biz jadvalni to'liq qilib chizib olsak, har bir qatorimizda 1 dan 6 gacha bo'lishi kerak ekan. Mana bir dona yetishmayotgan joyga qarasak, 1, 2 bor ekan, 3 yo'q ekan. Demak, mana shu joyga 3 yozib olamiz. Endi yana bu tomonda bir dona yetmayotgan joy bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5 bor ekan, demak 6 yo'q ekan. Demak, biz qaraydigan bo'lsak, 3 javobi bor, mana A javobda turibdi va D javobda turibdi. Endi mana bu joyda 6 bo'lish kerak ekan, bunda 2 bo'lib qoldi. Bunisida 6. Men hammasini to'ldirmasdan ham ishlab qo'ysam bo'ladi demoqchiman. Mana shu D javob bo'lar ekan. Hozir qolganini ham to'ldirib chiqishimiz mumkin. Qolganini qanaqa to'ldiramiz? Mana 1 bor, 2 bor, 3 bor. 5 bor ekan. 4 bilan 6 yo'q ekan. Demak, bu yerga 6 qo'ya olmayman, chunki 6 bor. 6 ni bu tomonga qo'yaman ekan. Bu yerga esa 4 qo'yamiz. Endi mana bu yoqqa davom etkizsak, 1, 2, 3 mana bu qator davom etkizyapman mana. Mana 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4 yo'q ekan. Demak, 4 ni bu yerga qo'yamiz. Endi qarasak, 1 yo'q mana. Xo'p, demak bizda to'g'ri javob D bo'lyapti. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar. Birinchi masalamiz: Davron, men shahardan mahsulot xarid qilib, o'zimning kichik do'konimda olib kelib sotaman. Bir kuni shahardagi bozordan $1000 ga ko'ylaklar sotib oldim. Demak, agar ko'ylaklarni $1300 ga sotsam, mening ulardan oladigan foydam $300 dan kam bo'lar ekan deb xulosa qilishim mumkin, dedi. Quyidagilardan qaysi biri Davronning xulosasi to'g'ri ekanligiga isbot bo'la oladi, deyapti. Xo'p, demak, u $1000 ga ko'ylak sotib olyapti. Olib kelib turib 1300 ga sotyapti. $1300 ga sotsa, o'zi qancha farq qilyapti? $300 farq qilyapti. Demak, $300 foyda oladi deyishimiz kerak. Lekin u shahardan o'zini kichik do'koniga olib kelyapti. Rasmga ham ahamiyat bersak, shahardan kichik do'koniga olib kelish uchun u mashinani ko'rsatyapti. Demak, u mashina degani bu shahardan o'zimiz ham borib keladigan bo'lsak, albatta yo'l kira to'laymiz. Xuddi shunaqa ko'ylak olib kelish uchun ham bitta transport vositasidan foydalanib, u yo'l kira to'layapti, yo'l haqqi. Demak, shuning uchun $300 dan kam qoladi deb xulosa qilyapti. Endi javob variantlarini o'qisak, A javobda Davron ko'ylaklarni olib kelish uchun transport xarajatlarini amalga oshirgan. To'g'ri, haqiqatda transport xarajatini amalga oshirganligi uchun $300 dan kam qoladi. B javobda esa bir nechta ko'ylaklar sotilmay qolishi mumkin. Xo'p, hammasi sotildi deb o'ylaylik. U sabab bo'la olmaydi. U ko'ylaklarning sifatini hisobga olmadi. Davron bu ko'ylaklarning bittasini kiyib oldi. Xo'p, demak, bizda eng to'g'ri javobimiz mana shu: Davron ko'ylaklarni olib kelish uchun transport xarajatlari amalga oshirgan bo'ladi. Sabab hech kim bekorga olib kelib bermaydi u mashinasida. Ikkinchi masala: Maryam kasal bo'lib qolganim uchun shifoxonaga bordim. Bu shifoxonada bemorlar ko'p bo'lgani uchun navbat olishingiz kerak. Shuning uchun navbatga yozildim va menga 10 raqamli qog'oz berishdi. Shifoxonada mening kasalimni davolay oladigan faqatgina bitta shifokor bor. Demak, mening navbatim kelgunicha 9 kishini shifokor ko'rigidan o'tishini kutishim kerak ekanda, dedi. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'lsa, Maryamning fikridagi xatolikni ko'rsatib bera oladi, deyapti. Demak, Maryamda fikri xato ekan. Ya'ni Maryam nima deyapti? Men 9 ta odam kutishim kerak ekanda, deyapti. Xo'p, Maryam kelganda 10-nomerni berishgan bo'lsa, Maryamdan ungacha bo'lgan odamlardan kimlar ko'rinib ketganini aytmadi. Balki birinchi, ikkinchi, uchinchi odamlar ko'rinib ketgandir.
u haqida aniq ma'lumot bermadi. Shuning uchun Maryam 9 ta odamni kutishim kerak degan narsa xato bo'ladi. Hozir A javobni o'qisak. Bu shifoxonaga yoshi katta, keksa bemorlar keladigan bo'lsa, shifokorlar oldiga navbatda turmasdan kirishga ruxsat beriladi. To'g'ri. Xo'p, o'zimiz ham yo'llarda ketayotsak, mashinada yoki avtobusda ketayotsak, yoshi katta odam chiqsa, unga joy bo'shatamiz. Shu narsa to'g'ri. Kasalxonada ham yoshi katta, keksa bemorlarga oldindan kirishga ruxsat beriladi. Endi B'sida Maryam navbatini olgunicha uning shifokori ba'zi bemorlarni ko'rib bo'lgan edi. Bu ham to'g'ri bo'lyapti. Ba'zi bemorlarni ko'rib bo'lgan bo'lsa, to'g'ri bo'lyapti. Chunki 9 tadan kam qolgan bo'ladi. Yoki ana 9 ta kishi turgan bo'lsa, yoshi katta odam kelib, 2 ta yoshi katta odam o'chirt kutmasdan kirib ketgan bo'lsa, A javob ham to'g'ri bo'ladi. S'ni o'qiydigan bo'lsak, Maryamning navbati kelgunicha uning navbatidan oldinda turgan bemorlar shifokor huzuriga kirmay ketib qolishdi. Agar shunaqa bo'lsa ham, u 9 ta navbat kutmaydi. Demak, hamma javoblar to'g'ri ekan bunisida.